Imtihonga yangi qo'shilgan savoldan yana birini ko'ramiz. Diqqat qilamiz, ko'pchilik xato qiladi bunda ham. Demak, avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi deyapti. Bundoq qarashadi, mana bu yerda demak chap tomonga burilish taqiqlanadigan belgi turibdi. U faqat burilish taqiqlayapti, qayrilib ketishi mumkin deyshadi, xato qilyapti. O'quvchilar, qaranglar. Belgini vazifasini yaxshi bilganlar to'g'ri topadi. Nimaga? Chunki buni vazifasi yozyapti. Bu belgi qaysi qatnov qismining kesishmasini olib qo'ysa, aynan o'sha kesishmaga ta'sir qiladi. Keyingi ta'sir qilmaydi deyapti. Yo'l o'rtasida beton turib bardi, qaranglar. Bu ajratuvchi mintaqalar. Ajratuvchi mintaqa qatnov qismi bir-biridan nima qilyapti? Ajratyapti. Ikkita qatnov qismi bo'ladi. Ikkita qatnov qismi kesishmasi. Belgi birinchi ta'sir qilyapti, keyingisidan burib ketishi mumkin. Demak, burilish ham, qayrish ham ruxsat etiladi. Demak, bu yerda har ikkala yo'nalishga ham harakatlanishga ruxsat beriladigan variantni biz tanlashimiz kerak. Nega uni ham qo'yyapti unda? Sabab nimaga? U ikki rejaynasi. Uni aqlingizda turib o'tgan bo'lishi kerak. Hozir javob bersak qo'yinglar, tushunib olinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.